oilamiz bilan hamma yo'g'imiz davolanib, mana akamiz kattakon rahmat. Umuman kamchilik bo'lmadi. Hammasi zo'r. Bugun mana 2-dekabr oilam sog' omon hozir uyga qaytib ketishyapti. Men Qozog'istonga uchib ketaman. Kuzatib turinglar do'stlar. Uyga borsalari yana ustalar kelgan, burchatkalar bo'lyapti. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Kuzatib turinglar. Akam mana 30 gacha sanardi. Hozir 50 gacha sanaydigan qoldi. Gapirinch. Hamma tilim ketdi. Hamma ketaman. Maşallah. Kuzatib mana İnşallah hamma yoqqa borib, sizlar kuzatib tursalar, padishab tursalar, duolar bilan hamma niyatlarga erishamiz. Akamizga rahmat.